emas, hali bor-ku talay sotlar bor-ku. Ol qancha soladi, ne qo'y. Xo'p, qancha soldi? Shtrab qancha soldi? Yo'q, uni aytib hozir uni da qirqib soladi. Sardor, men buna yerda ayta olmayman. Buni qirqib soladi ular, video qilib tag'ida aytdi, mana o'sinday qilib deb qo'rqitib qo'yibdi-ku endi, tipa solay. Menga qara, shoshma. Sen ko'rdim, videolaringni ko'rdim. Sen yana kim 9 ta TikTokerlarga solibdi. Nima uchun Ahben qaraga solmadi? Qozog'istonni flagini ko'tarib flash qildi. Nima uchun solmadi? Ya, meni ыңg'ayli ko'rib turgan-ku endi, biz yerda ыңg'ayli. Nima uchun Sabboga solmadi? Kunda bo'xtaydi. Nima uchun unga? Ular ham zaif odamlarga, ojiz odamlarga, tanish bilishi yo'q odamlarga zuhum o'tkazadi, ko'rdingmi? Hani Sardar to'shni aytib turibdi, axa. Men axa tanisim yo'q, men qo'rg'anатын adamim yo'q. Vot ыңg'ayli odamlarni yig'ildi. Sen qayerdasan sen? Qozog'istonni qayerdansan sen? Men Taraz qalasidan. Tarazdansan, ko'rdingmi? Almatadan bironta odamga jarima solmadi. Astanadan sol boshqa mashhur odamlarga solmadi. Senga o'xshaganlarni mana bunday qilib ko'tingga itarish uchun soldi, ko'rdingmi? Ya. Elsiz odamlar desek, elsiz desek. Kimlar qamaldi? Kimlar necha sutkadan qamaldi? Bilmayman, mana Aqto'ra degan 5 sutka deydi, 5 kun, 5 tavlik deydi. Ta Qo'zi degan bola 8 tavlik deydi. Aqto'ra ana chala sportsmen jami? Halolumda o'tirgan. Yeb biladi, ko'st emas. Endi Sardor, mana yerda sаған so'rab qo'yayin, sen o'zing o'yingda ayt. Men endi bu tekkana bir sot emas, ne talay sot bor mening oldimda turgan, o'ytkeni arzlar ko'p o'tdi, 50 shaqta odam yozgan ba bilmayman. Bulayg'u mening aytib жүрген Buya eta krasiv degan men ana prikol jag'idan aytdim qo'y. Huya deb prikol jag'idan. So men tanildim men. So men qattiq ketib tanildim. Vot o'sigan әңгіме айтып тұр, соған запрет қойылды, айтылмайды деген. Бірақ автор қойған жоқ маған, бірақ адамдар ма, или басқа жақ қойыпты ма, түсінбей жатырмын, запрет қойылды, айтсам болмайды. Қара, шошма. Сен отың кім, сен ісмің нема, сен нема шақырсам болады сен? Золотая дейді, Алтынкөл өмірде есімім. Senga bitta o'zim ism qo'yib olaman. Qara, seni Nayzangul deb chaqiraman seni, xo'pmi? Seni Nayzangul deb chaqiraman. Men unda tilim qovushmaydi, o'rutcha bilmayman, to'g'risi. Unaqa Nayzangul deb chaqiraman. Eshit, menga qarang. Menga qaranglar, o'chirimini, uzulmindan menga qaranglar. Rizqi bo'lsa, peshanasida mana shu qizni rizqi bo'lsa, 100 aklab jarima qo'ymaysan. Million aklab jaroni o'zi yuzini siqilib, Alloh yo'lini ochib, rizqini terib ketaveradi. Bundan uzun, bunga ulanmaylar, bular unday, bular bunday, nazoratda, bular unaqa, bular buna. Menga po'q. Rizqi bo'lsa, peshanasida pulini tersin, soqqasini ishlasin, bilat aqchasini qilsin. Men bu qizga bir donon berib qo'ygan joyim yo'q. Men bu qizga bir so'm pul topolmaysan deb aytishga meni haqqim yo'q. Chunki men bu qizni oilasini, sharoitini, bu qizni bola chaqasi qanday yashayapti, bu qizni bolasi maktabga qanday boryapti, bu qiz qanday kun kechiryapti, men bilan onasisiga men bilmayman u narsani. Meni haqqim yo'q bu qizga bunday deb o'chir deyishga yo bunday qilishga, unday qilishga meni haqqim yo'q. Ana shu bularga jarima qo'llagan, bularga shunday pul to'lattirgan odamlarni ham bola chaqa. To'xta Sardor, amin ayt. Murnidan chiqsin Xudoyim. Bularni havas qilib qilyapti deb o'ylamayman. Mana ularni ham qandaydir bola chaqasini, qandaydir kamchiligini qila olmaganligi uchun, hayotini o'nglash uchun sharmanda bo'lam, boshqa bo'lam, nima bo'lishidan qat'iy nazar mana shu yerdan 1-2 so'm non tuz yeb, 1-2 so'm mana shu yerdan tirikchilik qilyapti. Hech kimda haqqi yo'q. Sen kuzatib yemaydimi? Ko'tingni qisib, onangni siskegin, mashinada uyingda berkinib o'tir. Men daxil bularni TikTokerlari hali cho'chaqni ko'rib uchini ko'rmagan. Men butun hamma narsani ko'rganman. Endi Sardor durust rahmat. Bir minut shoshma, bir minut. Senlarni borib turib, senlarni uyingda, senlarni qilayotgan ishingga men borib aralashishga haqqim yo'qmi? Sen ham buni ham, boshqani ham qilayotgan ishiga mana burningda suqishga sen haqqing yo'q. Haqqing yo'q. O'zingni yo'lingda, o'zingni vallangda, o'zingni o'qarig'ingda, o'zingni dalangda oq tomon. Ishing bo'lmasin. Birovni hayoti bilan ishing bo'lmasin. Ana shunda chiroyli bo'ladi, ana shunda o'sasan, ana shunda yaxshi inson bo'lib ketasan. O'zingni hayotingda yasha.
Молодец, рахмет Сардар. Енді ойыңды айт. Енді маған типа андай қылып тұр ғой, адамдар кешелі бері маған 2200 адамдай кіреді да, енді сен дейді ана музыкаң Баббилан болдың, енді айта алмадың ба көт деп мені мазақтап отыр. Қорқтың сен. Қорқтың. Айтқаны бітті. Айтқаны бітті. Айтсам тағы штраф етеді ғой олар. Айтқаны бітті, нема бөлек? Айтшы. Қазір звонок келеді, айтсам. Ушық-ушықты айтып болмаймын енді. Айтпайсың деп, мына адамдар тағы да айтты деген сияқты жеткізеді ғой. Vay canım. O ayta olmaysan. Endi boshqa Babilan chiqar. Bo'lmaydi, u eskirdi onasi. Отыра берсін, өздеріне со керек. Өлең керек болғанда олай арыз жазбайды ғой ол. Ол прикол жағынан айтып жүр екен. Прикол жағынан айтып нанын тауып жүр екен деп түсінуге болады ғой. Халықты түсінуге болады ғой. Наоборот, олай жазғаннан кейін ол нелер ішкі істер адамдарды жынды емес қана погонды адамдар құрдан көрсең мазаңды алып келе бермейді. Сардар бір жақтан бейтіп түрткі болмаса келмейді ол саған. Түрткі болған, айтқан, бірақ хит болды дейді тәке. Енді не дейсің, енді хит болды. Даканса хит болып жатыр еді. Даканса мен оны алып шығайын деп жатыр едім. Содан қорқтыңдар ма? Қорқтыңдар. Қорқты Сардар бұлар. Даканса шығарам ба деп едім ғой, тірекші. Түсіп тұрсың ба? Түсінеппін. Даканса өлең қылып шығарамын толықтай нұсқасымен деп едім, соған апармады бірақ. Апармады. Menga qara. Gapimda eshit, o'sha qo'shiqda aytmasang ham, kuning o'tyaptimi? Bo'ldi, aytma. O'sha mumkin emas ekanmi, aytma. Chiroyligina. Chiroyligina balachaqa. Nechta balang bor? Nechta farzanding bor? Anada aytdim, qayta aytqizib emas, Sardar sende bir. 5 ta. Allohning bergeni, 5 tami? Allohniki. Qoyil. Malades. Qoyil. Malades. Endi bilmayman, endi shunday bir kulfat tushib qolibdi, yaxshi bo'ladi. Bundan buyog'iga o'zi ular ham aytadi. Shoshma deydi, buni ham sharoiti og'ir ekan. Biz bir non bermayapmiz. Bir so'm aqcha bermayapmiz. Qanday bo'lmasin, o'zini qornin to'yg'azayapti, o'zini xizmatini o'zi qoplayapti. Bo'ldi, ko'timizni qisaylik deydi, o'shalarda ham miyasi bor, deganman. O'shalarda ham kallasi ochiladi hali, shoshilma. Sekin ochiladi. Bo'g'ilmay onasini hepsini. Bu dunyoda nimaga kuyishni ham bilmay qoldi odam, Bu dunyoda nimaga kuyishni ham bilmay qoldi odam. Bo'g'ilma, siqilma, hammasi sekin joylashib ketadi. Nima uchun onasini hepsini sampoga tegishmadi? O bo'qtab o'tiradi edi, o da bo'qtaydi. Men aytdim, Sardor bor, sampo bor deb o'ylab qo'yamda. Qozog'istonda sampo deb bo'qtayotgan odamni o'zi yo'q. Eng number 1 bo'qtayotgan, eng haromi so'kinayotgan sampo Qozog'istonda. Eng katta auditoriyasi ham shuniki. Birinchi o'shandan qilish kerak edi. Bo'g'ilibda rosa. Bo'g'ilib o'tirman, O'kirib bir odam yo'q joyga ayqaylag'im kelib o'tirman. Senga bitta maslahat beraman. Qozog'istondan chiqib ket. Qayerga boray? Boshqa liboy davlatga borganda, o'sha yerda TikTokingni qil, ishingni qil. Boshqa TikToker bo'lmoqchi bo'lsa, yerdan chiqib ket. Sen yana bir tilingdan so'kinib qo'ysang, yana seni olib borib, yana senga ishkal qilishaveradi. Nima kerak? Esketib o'tir, qaytaydi. Mına jaqdan bayağı qo'rqitadi. Endi sen söylemey büyütüp o'tirasan deydi, ündemey oslay. Oslay o'tir deydi. Solay stream жүргізіп bo'lama, söylemey o'tirib bo'lay. Deb. Sardar shtrafstan deysin, shtrafstan. Necha? Dollarda qancha aqcha to'lading? Hali Sardar to'lamadim, kecha keldi hali сообщение. Endi kecha keldi, hali tag'i sotlar bor, tag'i da boshqa odamlar yozib tashlagan, tag'i da solay.
Köp жазып тастаған дейді. Üst-üstüne keldi, üst-üstüne kele berdi, üst-üstüne jaza bergen. Мәз болып мына жақта қара аудиторияда қайта өкінеме десе адамдар жазып жатыр. Мә, күшті қылған екен жазған адамдар деп жатыр. Кім Сардар? Hadeb qo'y, onasini emsin, bularga ham xudo bor, bular ham xudodan topib ketadi. Hozir zamonda 40 yilda emas, 4 soniyada qaytadi, 4 soniyada. 4 soat. Men shunday aytaman, 4 soatda 4 soniyada qaytadi, deganmi? Amin, to'xtab turmay, amin deb jibering Sardar. Amin, erkak odamning aytgani keladi. Amin. Amin. Ha, sen bo'g'ilma. Shunday xudodan topadi, bolasidan qaytadi, chaqasidan qaytadi, yaqinidan qaytadi. Juda og'ritsa seni juda og'rittirsa, xotin bola chaqasidan qaytadi. Deginmi? Xudoga sopqi. Seni hozir mana ko'nglingdan o'tayotgan narsani bular tushunmaydi. Men ham tushunmaydi. Qancha shtraf deb so'rab turibdi tag'ida. Yuragimda og'rit, qancha shtraf deydi. Sen mana tepadagi xudoga solib qo'y. Xudoni o'zi bularga ko'rsatadi. Xudoni o'zi burnidan chiqaradi mana. Burnuchasidan chiqaradi bularni xudo. Bo'g'ilma, onasini emsini dunyoda nimaga ham kuyishni bilmay qoldi va aytganda. Durs aytasan, bo'g'ilmayin. 400 mingday bo'ladi примерно deydi. Tag'ida 2-3 sotim bor hali. Odamlar жазып tastag'an Sardar. Nima uchun qaytmaysan? Nima uchun O'zbekistonga bormaysan? Nima uchun O'zbekistonga kelmaysan? O'zbekistonga borsam, gapirgan gapim uchun zo'r uzoq bo'lsa, qonuniy chora qo'llansa, men pushaymon bo'lganman, tavba qilganman o'zim uchun. Borsam uzog'i menga 15 sutka qamoq jazosi beradi. Undan keyinchi meni yerda yashatishmaydi. Meni ana shunda yashatishmaydi. Men keyinini o'ylab bormay yuribman. Bo'lmasa davna boraydi. Meni ham zaybal qilishadi. Meni ham yozib berishaveradi. Men necha marta bilan no'g'aq qamalib chiqdim. 7 marta qamalib chiqdim. 2 marta ayb bilan 5 marta no'g'aq qamalib chiqdim. Haqiqat yo'q. To'g'risida, haqiqat yo'q. Mana ahvoli mana. Mene shundig'imni aytdim, turib bari narsani aytdim, biroq baribir sot baribir o'zining hukmini chiqarib qo'ya beradi-ku. Hukmini chiqarib qo'yadi. Joylashadi, o'g'ilma. Sen necha yoshga kirding? 41 ga kirdingmi? 41 yosh ekansan, ha? Katta sabr bersin, bo'g'ilmanglar. Gittagina sabr bersin sizlarga. Ko'p bo'g'ilmanglar, man. Joylashadi. Bular ish bu bo'libdi, endi yomon ham deb bo'lmaydi, yaxshi ham deb bo'lmaydi, foydasi yo'q gapirgan. Buni odamlar ololmay жүрген, Sardar ololmay жүрген o'shi bormi? Sol kerak sаған deb beradi. Bari sol kerak sаған, savob bo'pti deb atır. Sol kerak sаған, savob bo'pti deydi. Bular shunday, bular o'zi bedormaydi, bu ham ko'rolmaydi. Ana shunday odamlar bular. Bo'g'ilma, ular gapiga e'tibor berma. Muhimi to'xtama. Muhimi umuman to'xtama. Tushundingmi, Nayzangul? Nayzangulim, qo'shay, Zolotaya desem, men atim bor, jenshina deb bo'lmasa. Men unda jenshin, pension, Zolotoy, Palatoy, unda men tilim qovushmaydi. Sen bugundan boshlab Nayzangulsan. Bo'pti? Yo'q, Nayzangulimga kesmayman. Unda sag'anda at qo'yam, Nayzangul desang. Men seni kechga soat 9larga, 10larga bugun streamim o'chmaydi. 18 soat efir qilishim kerak. 18 soat to'xtovsiz efir qilaman, uxlamayman. Kechga soat 12dan keyin, soat 10dan 12gacha katta o'yin o'ynayman. 12dan keyin men seni tortaman, zo'r o'yinlarga tortaman. Men seni bir yaxshi teparoq olib chiqay. Maylimi? Bo'ldi. Davay, o'zing deb tortqa, bolalaringga, jiyanlaringga salom aytib qo'y. Rahmat, axa. Davay, bo'pti. Rahmat. Maylida kimgadir yo'qsa yo'qmasa, sonralarni ikkiga bo'lishib ko'risharmidik.
Darla